Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, salomatmisizlar? Eshitdingizmi? 31-yanvar va 8-fevralgacha bo'lgan imtihonda o'zbek tili va adabiyotidan, ya'ni boshlang'ich ta'lim ustozlari, ona tili va adabiyot ustozlari ishtirok etgan Zulfiyaxon To'ychiyeva guruhida 100% lik natija. Bu yolg'on emas. Muborak kunda aynan niyat qilib olgan holatda sizga aytyapman, 100% lik natijani qo'lga kiritdik. Bironta boshlang'ich sinf ustozi yoki ona tili adabiyot ustozi ushbu kursda men milliy sertifikatni ola olmadim deb yozgan ustozi yo'q. Ya'ni biz 242 ta o'qituvchi tayyorlagan bo'lsak, 242 ta o'qituvchi milliy sertifikat sohib va sohibasiga aylandi. Albatta ular sizning maktabingizda kursdoshingiz yoki hamkasbingiz bo'lishi mumkin. Aynan siz ham mana shunaqa natijaga erishishni xohlaysizmi? Yuqori natijalarni qo'lga kiritib, siz ham mana shunday mag'rur bo'lib turishni xohlaysizmi? Unda bizning maxsus kursimizga tezroq qo'shiling. Aprel oyi uchun bir martagina 100 ming so'm to'lov qilasiz. Inshaalloh siz milliy sertifikat sohibi va sohibasiga aylanasiz. Tezroq qo'shilib oling. Bilasiz, aynan onlayn gruppalar bo'yicha faqatgina Zulfiyaxon To'ychiyeva guruhida milliy sertifikatda 100% natija qo'lga kiritildi. Buni hamma yaxshi biladi. Mana bizning natijalarimizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Siz bizni yopiq guruhimizga qo'shilishingiz uchun 94lik 552 50 69 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.